O'g'limiz bu qitimqi imtihonda 98 olibdi-mu? Barakalloh. Qo'shnimizning bolasi 100 oldi. Unaqa nima deysiz? Ha? Ammo qomlashmabdi. Amma o'zimga qilma asirba. Tik 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 tik. O'g'lim, Jallaq. Nima dedi? meni ko'rib topshiriq yozgandek bo'ldingmi? Yo'q dedi. Amsi nima u yoq yoqqa qaraysa? O'zing gaqilding-ku dedi. O'lja oldimi? Nima bugun ish qilmaysa? Topshiriq yozayotman-ku mana. Amsi nima qaraysa? Uzamon gaqolsang. Men gaqsam qaraysa degina. Dars vaqtida haqla gaqilsa qachon ha? Yo'q dedi. Oldimi? Ma'qul. Amsi nima topshiriq yozmaysa? Yozayotman-ku mana. Men gaqaytuqdek oldingmi? Gaqila gaqmaysan-ku. Uzang gaq. Og'zingni boshlang'ishni puttiray deb qolding. Ya'ni kayningni jiramdiqmishanda? Dada men to'liq o'tirib birda o'qiyapman. Men bilaman. To'liqsizning darsiga tas. Yo dada men to'liq o'tirib. Oldimi? Og'zingni eshitmaydi bu. Menchi mana. Sen vaqtimda beshimni kitobdan ko'tamay o'rganish qilardim. Dada sen savodsizda otatdan qo'yzangni. Og'zingni eshitmaydi gaqma deyapman. Gaqmaysan-ku. Uzang gaqma deding-ku. Og'zing shuma. Sening hozir sharoiting yaxshi, ha? Men kichik vaqtimda nada bunday yaxshi fursatlar bor, ha? Sen haqni boqaman debman. Boshlang'ishda putamay chiqib ketganman. Gaqmaysan-ku. Topshiriq yozayotmadi da. Hamda o'ginni qolib ketding degina. Tirish javob ketding tuyuqsizda, ha? Odatda mushunda o'rgansan-chu. Yozmay qarab tursan-ku. Bir qiyin savol o'tdi da bilmadim. Qiyin ish yo'q olamda. Ko'ngil qo'ygan odamga. Dada bir savol botdi so'raydigan. Yoshlik odamning zilvo bir chig'i. To'limi qisqa, uning umri biroq. Dada bir savol o'tdi so'raydigan. So'ra. Dada men X'ning qimmatini faqat topolmayapman. Barnama bos, kashkish qimmati qilaysilsan-ki. Azarak yo'qmi-ka? Kichikginam turib, nima qo'y desang badqashlikni. Pul qashlayman deb turgan. Meni pul topmagan olsam-mi-ka? Bo'ldi, o'qishni qabuldi. Chiqatdim. 抖音。